Umar Nazarovich Kremlyov 1982-yil 1-noyabrda Moskva viloyatining Serpuxov shahrida tug'ilgan. Yoshligidan boks bilan shug'ullangan. Bu uning xarakteri va boshqaruv falsafasining asosi bo'lgan. 2009-2012 yillarda strategik rivojlanish va modernizatsiya markazi prezidenti lavozimida ishlagan. 2017-yilgacha Patriot promouterlik kompaniyasi rahbari lavozimida ishlagan. Roy Jones kichik, Fyodor Dmitriy Chudinov va Mixail Alayan kabi bokschilarning menejeri va promouteri bo'lgan. 2017-2021-yillarda Rossiya boks federatsiyasi bosh kotibi lavozimida ishlagan. Uning ijroiya qo'mitasi a'zosi bo'lgan. Keng ko'lamli modernizatsiyani boshladi, saralash tizimini isloh qildi, mintaqaviy boks maktablarini tashkil etdi. Mamlakatda bolalar sporti va boksni ommalashtirish bo'yicha loyihalarni boshladi. 2018-yil noyabr oyida u Xalqaro boks assotsiatsiyasi, ya'ni IBA ijroiya qo'mitasiga saylandi. Tashkilotning xalqaro rahbariyatidan joy olgan Rossiyaning birinchi vakilidir. 2019-yilda IBA ning marketing bo'yicha komissiyasini, o'sha yilning o'zida esa rivojlanish, investitsiyalarni jalb qilish va marketing bo'yicha komissiyani boshqargan. Yagona Yevropa boks makoni g'oyalarini va turnirlarning yangi formatlarini faol targ'ib qildi. 2020-yildan hozirgi kungacha IBA prezidenti. 2022-yil 14-mayda ushbu lavozimga qayta saylangan. Shu paytdan boshlab boshqaruv islohotlari davri boshlandi. Moliyaviy shaffoflik, hakamlikni raqamlashtirish, tashkilot imijini tiklash. 2022-yil uning rahbarligida IBA qarzlardan qutulib, moliyaviy mustaqillikka erishdi. Tashkilot chempionatlarni mustaqil ravishda moliyalashtirishni boshladi va mukofot pullarini oshirdi. 2023-yil federatsiya ta'sirini kengaytirdi. IBA Osiyo va Afrikada yangi ofislar ochdi. Xalqaro aloqalarni kuchaytirdi. 2024-yil IBA kengayishni davom ettirdi. Yangi akademiyalar, yosh sportchilarni qo'llab-quvvatlash dasturlari, mukofot jamg'armalarining o'sishi, uning nomi sport ta'siri va boshqaruv qat'iyatining sinonimiga aylandi. Bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun boshqaruv.uz ga obuna bo'ling.